Diqqat! Dollar ishqibozlari darhol ogoh bo'ling. O'zbekistonda dollar va rubl kursi keskin o'zgardi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 13 oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 41,54 so'mga pastladi va 14,053 so'mga to'g'ri keldi. Rossiya rubli esa 0,22 so'mga ko'tarildi, 149,41 so'mni tashkil etdi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17,53 so'mga ko'tarildi va 12,140,91 so'mni tashkil qilgan, deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.